Hozirgi vaqtda rekomendatsiyaga chiqadigan yo'nalishlar juda ko'p, lekin ayrimlarini tayyorlash o'ta murakkab. Bugungi videorolikda mutlaqo tekin, juda tez rekomendatsiyaga chiqadigan va eng oson tayyorlash usulini o'rgataman. Bu mavzu aynan Afrika qabilalari mavzusi. Biz esa juda ajoyib effektdan keyin video darslikka o'tamiz. Afrikadan salom, sun'iy intellektga qiziqadiganlar. Bugun mening diyorimni dunyoga tanitamiz. Juda oson yo'nalish Afrika qabilalari haqida video. Hammaga omad. To'g'risini aytaman, bu videorolik chiqish kerak emas edi, chunki promptida rosa qiynaldim, lekin hozirgi vaqtda prompti 100% tayyor bo'lishi bilan kamerani yoqib, sizlarga aynan mana shu butun dunyoga tez rekomendatsiya chiqadigan yo'nalishni videosini tayyorlashni boshladim. Salom sun'iy intellekt va dizaynga qiziqadiganlar. Bugungi videorolikimiz haqiqatdan ham zo'r bo'ladi, videoni boshidagi effektga o'xshab. Ya'ni bu yerda e'tibor bersangiz, afrikalik odamlar va sherlar va videoni ko'ramiz. Oddiy misol tayoqchalarda yurishibdi va bu odamni qiziqtiradi. Negaligini tushuntiraman. Va mana yiqilib tushdi. Va bo'ldi. Ya'ni bu Sora 2 da tayyorlanadi, lekin men sizga sal boshqacharoq va boshqacha stilda qiziqarli qilib tayyorlashni o'rgataman. Bo'ldi, videorolikni ko'rdik, endi kanalda o'ziga kiramiz va mana shortsni ko'rishingiz mumkin. Populyarniga o'tqizsak, e'tibor qarating mana bu yo'nalishlarga. Oddiy misol 1.300.000, 1.200.000, 873 mingta va mana shu yo'nalishni o'zi chiqarishni boshladi. Ya'ni afrikalik qabilalar haqida. Nega bu yaxshi prosmotr yig'adi? Birinchi o'rinda butun dunyo bir qolib ketgan va odam tanimagan qabilalarga qiziqadi va ularda har xil mana tayoqchalar bor. Oddiy misol boshlariga banan solib yurishdi va bu haqiqiy chiqqan. Ya'ni odam bu bor ekan, mana bunday dumaloq g'ildiraklarda yurishar ekan degan qiziqish paydo bo'ladi. Oddiy misol e'tibor qarating mana bu tuyoqushlarga 2 million prosmotr yiqqan. 8200 prosmotr va bu haqiqatdan ham yaxshi va trendga chiqadigan yo'nalish. Endi esa biz promptga to'xtalib o'tamiz. Bu promptni men shu darajada mukammal yozishga harakat qildim. Ya'ni har bitta prompt boshqacha sahna. Ya'ni birinchi o'rinda e'tibor qaratsangiz, bu yerda передвижение, ya'ni harakat qilish. Ikkinchisida umumiy, ya'ni birgalikda harakat qilish. Uchinchisi taom, to'rtinchisi dam olish, beshinchisi g'alati bir haligi seremoniya, rituallar, ya'ni har xil shamanlarga o'xshab ish qilishi va oltinchisi bu oddiy hayotdagi ayollar, ya'ni Afrikani oddiy hayotini yoritib beradigan har xil promptlar. Bu promptlarni men Telegram kanalimga yuklab qo'yaman. Endi esa sizlarga kerak bo'ladigan Telegram kanalim haqida kichik ma'lumot bermoqchiman. Meta Ars deb nomlanadi va bu yerda juda ko'plab sun'iy intellektga qiziqadiganlar uchun men tekin promptlar berib turaman. Oddiy misol e'tibor qarating, kerakli prompt, ya'ni bu rasmni generatsiyasi va siz buni kopировать qilasiz, Nana Banana, Gemini yoki shunga o'xshagan saytlarga o'tib bossangiz sizga mana bunday rasmlar tayyorlab beradi va bu meni obunachilarim tayyorlagan. Ya'ni aynan bu kanalga obuna bo'lsangiz, siz o'zingizni ustingizda ishlashni boshlaysiz. Oddiy misol, mana bu rasm va meni obunachilarim e'tibor qaratsangiz, har xil rasmlarni o'zlari tayyorlab, o'zlarining ustilarida ishlashadi va bu mutlaqo tekin. Endi esa matn promptlarni biz rasmga o'tkazamiz, ya'ni generatsiya qilamiz. Bu juda oson. Visk degan sayt bor va bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu meni o'zimni aynan chiqargan rasmlarim va hammasi mana shu promptlar orqali. Endi biz Viskda nima qilamiz? Создать proyekt qilamiz va yangitdan sizlarga ko'rsataman. Ya'ni biz birinchi promptni olamiz, kopировать qilib va mana bu yerga yozamiz va bu yerda biz o'lchov belgilarini tanlab olamiz. Ya'ni 16 ga 9, 9 ga 16 yoki 1 ga 1. 9 ga 16 bu shorts format. Bizga esa shorts format kerak. Demak, aynan biz rasm tayyorlashni bosamiz va bu yerda biz aynan promptlarni olib ketma-ket rasm chiqarishni boshlaymiz. Va Viskni plus tarafi shundaki, bu aynan rasmlarni kuttirib o'tirmaydi, tezda tayyorlab beradi. Aytgancha har bitta havola, har bitta prompt mana Telegram kanalimda bo'ladi. Demak, biz aynan rasmlarni ketma-ket chiqarishni boshlaymiz. Xuddi shunday ishlashingiz mumkin. Oddiy misol mana men rasmlarni chiqarib turgandek, siz ham shunday chiqarishingiz mumkin. Yuqorida aytgandek, hamma rasmni chiqarib bo'ldingiz, ya'ni matndan rasmga o'tkazidingiz. Endi esa sizga yana rasm kerak. Bu prompt shu darajada mukammal yozilganki, siz yozasiz. Endi menga yana
Va bo'ldi, buni yozganingizdan keyin ChatGPT tushunadi. Ya'ni yana senga 10 xil prompt beryapman. E'tibor qarating. Oddiy qabila, ultra realistik, dokumentalniy rasmga o'xshagan va bu yerda haqiqiy mexanikaga ega. Hozir men sizga o'zbekcha tarjimasini ko'rsataman. E'tibor qarating. Yaxshi, xuddi shu konsepsiyani saqlagan holatda qabila, fotorealizm imkonsiz, lekin mantiqli mexanika, hujjatli kino uslubida yana 10 xil promptni o'zbek tilida yozib beryapman deb yozgan. Va bu yerda xuddi shunday. Ya'ni siz olasiz va viskga o'tkazib, mana bu promptni yozsangiz bo'ldi. Sizga yangi rasmni chiqarib beradi. Ya'ni bu yo'nalishda to'xtab qolmaysiz va har doim g'oya kelaveradi. Oddiy mana shu promptni ishlatsangiz va mana e'tibor qarating. Bu yerda aynan rasmlar to'xtamaydi. Endi esa biz animatsiyaga o'tamiz. Ya'ni mana bu rasmlarni harakatga keltiramiz. Kichik bir e'lonim bor va bu e'londa men yopiq Telegram kanalimni ko'rsatmoqchiman va yopiq Telegram kanalimda bugun yangi videorolik chiqdi va e'tibor qaratsangiz aynan mana shu ASMR yo'nalishda va e'tibor qarating. Aynan mana shu videorolikni boshidan oxirigacha qanday tayyorlashni o'rgatganman va mana hammasini promptini qayerda xato qilishingiz mumkin, qayerda men xato qildim va nimalarga e'tibor berishingiz kerak va eng qizig'i bu yerda video oxirida har bitta darsning ichida amaliy va uyga vazifalar bo'ladi. Siz promptni qanday ishlashini, yo'nalishni qayerga e'tibor berishini o'rganasiz. Agar sizga yopiq Telegram kanalim qiziq bo'lsa, lichkaga yozing, hammasini ma'lumotini tushuntiraman. Faraz qilamiz, siz o'zingizga kerak bo'lgan jamiki rasmlarni yuklab oldingiz. Telefonda xotirasigami, kompyutergami farqi yo'q. Endi esa biz Grok saytiga o'tamiz. Grok saytning qulayligi shundaki, sizga 50 dan ziyod rasmlarni animatsiyasini tekin beradi. Siz bemalol animatsiya qilishingiz mumkin. Uning uchun nima qilamiz? grok.com ga o'tamiz. Men buni Telegramda havolasini qoldiraman. Image bo'limiga o'tamiz va image bo'limida bu yerda mana e'tibor qaratsangiz, alohida bo'limlar bor. Ya'ni rasmlar, animatsiyalar va siz bemalol ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Oddiy misol, любой birortasiga bossangiz, bu yerda tayyor prompti bor. Demak, biz orqaga qaytamiz va o'zimizga kerak bo'lgan birinchi rasmni olamiz va bu yerga yuboramiz. E'tibor qarating. Rasmni yuklaganimizdan keyin biz agar сделать videoni bossak, Grokni o'zi tushunib animatsiya qilib beradi. Keling, birinchi animatsiyasini ko'ramiz. Birinchi o'rinda biz hozir Grok saytini o'ziga ishonyapmiz. Ya'ni farqi yo'q. Nima bo'lishidan qat'iy nazar animatsiya qilib ber dedik. Lekin Grok yaxshiroq sizni tushunishi uchun men alohida bu yerda animatsiya bo'limida animatsiya uchun har bitta rasmni qimirlatish uchun va Grok sayti yaxshi tushunishi uchun matn qoldirganman, ya'ni prompt. Oddiy misol, передвижение. Iltimos qilaman, bu yerda xato qilmang, ya'ni harakatlanish kadriga, ya'ni одиночный kadr, ya'ni bittalik kadr. Oddiy misol, mana bu promptni olamiz va bu yerda e'tibor qaratsangiz, mana bu yerda mana birinchi rasm, Grokni o'zi. E'tibor qarating. Bu yerda musiqa bor, bu yerda Grok tushungan va harakati bor. Lekin bizga bu kerak emas va buni mukammal tushunishi uchun biz nima qilamiz? No music deb yozamiz. Tak, no music. Real Africa sound deb yozamiz. Biz nima deb yozdik? Bizga musiqa kerak emas deb yozdik va Afrikani haqiqiy ovozini ASMR holatda qoldir deb yozdik. Siz yaxshiroq tushunishingiz uchun nima qilganimni oddiy holatda ko'rsataman. Bu yerda 4 ta generatsiya bor bir dona rasmda va eshitamiz. Birinchi rasmda bu faqatgina muzika bilan va muzika o'ta baland va bizga muzika kerak emas. Ikkinchi generatsiyada men xuddi shu promptga yozdim. No music, real sound Africa. Ya'ni bizga muzika kerak emas, bizga haqiqiy Afrikani real ovozi kerak. Va e'tibor qarating, shamol bor, odamning harakati bor va bu aynan Grok tushundi buni. Oddiy holatda Grok tushunmaydi nima xohlab turganingizni. Endi esa ikkinchi holatda men nima qildim? Yiqilib tushsin dedim. E'tibor qarating, yuqoridagi animatsiyamizda hech nima yozmaganmiz, endi esa animatsiyani biz xohlagandek harakatga keltiryapmiz. Va mana tushib ketdi. Yiqildi. Endi esa 4-animatsiyada men bu yerda she'r kirib kelsin dedim orqa fonda. Va e'tibor qaratsangiz, mana bu yerda mana she'r kirib keldi. She'rni sekin oldiroqqa olib kelsangiz bo'ladi. Bu uyga vazifa, ya'ni harakat qilib ko'ring. Oddiy misol, men bergan animatsiya promptlariga o'zingiz qo'shasiz. Ya'ni men faqatgina No Music Real Africa Sound deganman. Bular harakat qilyapti.
Va xuddi shunday bu yerda e'tibor qaratsangiz No Music Real Africa Sound yiqilib tushdi va oldida she'r bor degan qo'shimchani qo'shdim. Siz xohlagan qo'shimchani qo'shishingiz mumkin va aynan mana shuni hisobiga videolaringiz rekomendatsiyaga chiqishni boshlaydi. Endi esa siz to'g'ri prompt olib, bu promptni to'g'ri rasmga aylantirib, rassomda to'g'ri animatsiya qilsangiz, mana shunday ajoyib videoroliklar tayyor bo'ladi va mana ko'rishingiz mumkin. Mana mani o'ylashim bo'yicha bu darajada tushuntirib beradigan YouTube kanallar yo'q va siz tezroq like bosib, obuna bo'lib, kommentariy yozib va aynan shu yo'nalishni boshlashingiz kerak. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.